Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Assalomu alaykum azizlar, qadrdonlar, akalar, do'stlar, ukalar. Alloh taolo hammalaringga mana endi birinchi bor ko'rishib turganligimiz uchun Ramazon bilan tabriklayman. Qutli muboraklik bo'lsin ilohim. Ushbu oylarda nimaiki yaxshiliklar va'da qilingan bo'lsa, Alloh taolo hammamizga shu yaxshiliklarni o'zi ko'paytirib bersin. Alloh taolo Qur'oni Karimda iymoni borlarni aka-ukadir deydi. Iymoni bor ayollarni opa-singildir deydi. Hozir shak yo'q. Alhamdulillah. Inshaalloh deb bo'lmaydi. Alhamdulillah iymonimiz bor. Shuning uchun kelib o'tiribmiz. Men hozir 43 ga kirdim bu yil. Hozir emas, bu yil 43 ga kiraman, xudo xolasa 7-oy 7-chisloda inshaalloh. Men tug'ilgan kunimni aytishim sabab 43 yoshdan pasti sizlar meni ukamsizlar. O'zi asli shunday bo'lishi kerak. 43 yoshdan tepasi sizlar meni asli akamsizlar o'zi aslida. Shunaqa aka-uka biz o'zi aslida iymonlilar. Shunday bo'lishimiz kerak. Mana shu yerda hozir tug'ishgan aka-uka qanaqangi bir-biringizga nisbatan muhabbat, jon kuydirish, poddershga, duo qilish, shunga o'xshagan narsa bo'lsa, aslida o'zi hammamiz shuna bo'lishimiz kerak. Nimaga desa, chunki Xudo aytib turibdi buni. Alloh aytgan narsa bajariladi, muhokama qilinmaydi. Buni Alloh aytib turibdi. Chunki qarang, siz bilan meni o'sha payg'ambarimiz alayhissalom mana 23 yil payg'ambar bo'ldilar, 63 yil yashadilar, 40 yoshlarida payg'ambar bo'lib, mo'min odam, mo'min erkak, musulmon inson qanday shaxs bo'lishligi haqida ham amaliy, ham nazariy bizga ko'rsatib qo'ydilar. Ham gapirib o'rgatib qo'ydilar. Ham amalda bizga musulmon mana shundoq bo'ladi deb Rasululloh alayhisalom bizga ko'rsatib qo'ydilar. Shuning uchun Alloh Qur'onda ruxsat berdi, ibrat namuna olishlik uchun payg'ambaringga qara dedi. Payg'ambaringdan o'rnak ol, payg'ambaringdan namuna ol dedi. Siz menga qaramang. Mahallangizda oqsoqolga qaramang, hoji akaga qaramang, menga qaramang. Rasulullohga boqing. Nimada? Hamma ishda. Libo ishda. Qo'ni-qo'shnichilik, er-xotinchilik, biznes, oshna-og'aynichilik, xafa bo'ldik, musibat keldi, xursandchilik keldi. Tahorat, uxlash, hojat, g'usul, hamma narsada Alloh aytdiki, payg'ambarlaringda o'rnak va namuna bor dedi. Bu degani nima degani? Islom dinimizga birga bir 100% amal qilgan kim bo'ladi? Rasululloh alayhissalom bo'ladilar. Shuning uchun Rasululloh alayhissalom yashagan davrlarini saodat asri deyiladi. Baxtlik asr bo'lgan. Baxtlik zamon bo'lgan. Payg'ambarimiz alayhissalom bitta sifatlari Mustafa, Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam. To'g'rimi? Mustafa degani odamlarning ichidan eng zo'rini tanlab olingan degani. Nima sohada desa, liboy sohada. Dunyo qarash, ma'naviyat, xulq, odob, fikr, hamma narsada zo'rini Alloh shunday tanlab oldi, o'ziga rasul qildi. Alhamdulillah biz qanday baxtli ummatmizki, bizni payg'ambarimiz alayhissalom sayyidul mursalin. U odamlarda bas, odamlarni qo'yib turing bir chekkaga. Mursal, ya'ni Xudoning elchilari bo'lgan payg'ambarlarning ichida eng sayyidi biz payg'ambarimiz alayhissalom. Alhamdulillahi robbil alamin. Shu baxt sizga va menga nasib qildiki, Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamni biz ummatlarimiz. Bu katta baxt bu. Robbimiz bitta Alloh. Mana qiblamiz. Qibla degani yuzlanadigan tomon degani. Qiblamiz bitta. Payg'ambarimiz alayhissalom bittalar. Kitobimiz Qur'on bitta. To'g'rimi? Qarang, bizni bitta bo'lishimizga sabab bo'ladigan omil to'layotibdi. Bitta bo'lishimizga Rasululloh alayhisalom bizga nima deb nasihat qildilar? Ey mu'minlar, ey ummatlarim, sizlar mahkam baquvvat qurilgan binoga o'xshagan insonlar bo'linglar dedilar ummatga. Ummat kim? Siz va men ummat.
mahkam binodek bir-birlariga mana shunday bo'linglar dedilar. Mustahkam bo'linglar dedilar. Ya'ni o'sha Allohning oyatiga bu sharh bo'ladiki, shunaqangi bir birdam aka-uka bo'lishimiz kerakki, hech kim bizni buza olmasin. Baquvvat uyni buza olmaydi. Ancha buncha kuch buza olmaydi. Qachon buzadi? Kerak bo'lsa 3 bal yer qimirlasa, de yoriladigan binolar bor. Nimaga ular zaif binolar ular? Yo choki bosmagan, yo g'ishi o'tdachi, yo usta o'tdachi. Musulmon, yosh yigitlar, sizlar e'tibor beraysizlar. Musulmon inson o'ta ziyrak, o'ta xushyor bo'lish kerak. Agar o'ta ziyrak, o'ta xushyor bo'lmasak, bugun siz bilan meni ixlosimiz, e'tiqodimiz, shijoatimiz, g'ayratimizdan kimdirlar noto'g'ri foydalanadi. Unutmang, nimaga? Alhamdulillah hammamiz erkak biz. O'g'il bolamiz. Bu ham bitta ne'mat. Erkak qilib yaratganiga ham alhamdulillah degin deydi. Alhamdulillah erkak qilib yaratdi. Hammamiz iymonimiz borligi uchun yerga kirib o'tirdik biz. Bitta birov pul tarqatmaydi. To'g'rimi? To'ppa-to'g'ri. Shu joyga bizni nima o'tkazdi? Robbimiz Alloh o'tkazib qo'ydi bashikka. Biz Allohga itoat qilyapmiz. Alhamdulillah, bu katta baxt bu. Har kimga ham nasib qilgan yo'q bu baxt. Jaynamoz yerda deydi, lekin unga chiquvchilar kam deydi. Qani chiqadigan? Alhamdulillah, Robbimiz Alloh bizni chiqadigan qilib qo'ydi. Yelkama-yelka turib namoz o'qiydigan qilib qo'ydi. Alhamdulillah, Robbim Alloh deydigan qilib qo'ydi. Bu juda katta baxt bu. Lekin sizda bor shijoat, hech bo'lmaganda sizchalik menda ham bor. Sizda bor g'ayrat, hech bo'lmaganda menda ham bor. Sizda bor Allohdan qo'rqish, hech bo'lmaganda sizchalik menda ham bor. Nima demoqchiman? Men o'zimni taqvodor deb bilib bayadinglar ya, bu ibodat so'z, Xudodan qo'rqmaydi, bu adashgan desam, meni eng katta xatoim shu bo'ladi. Siz ham menga nisbatan shuna qarasang, eng katta xatoingiz shu bo'ladi. Faqat siz bas Allohdan qo'rqadigan. Faqat men bas Allohdan qo'rqadigan. Allohdan qo'rqadigan milliard bor. Chunki musulmon soni milliarddan oshiq. Robbisi Alloh uchun butun jonini ham yo'g'ini beradigan bor. Nimaga? Chunki biz yo'qdan bor qilgan kim? Alloh. Xoliqu kulli shay'in, hamma narsani bor qiluvchi, yaratuvchi kim? Alloh manman deyapti. Men yaratdim deyapti. Va sizlarni har xil millat, har xil qabila qildim deyapti. Nima uchun? Talash uchun emas, millatchilik qilish uchun emas, sen zo'rsan, men pachaqman, anular bunaqa deyish uchun emas. Alloh nima dedi Robbimiz? Li ta'arufu dedi. Bir-birlaringdan ajrab, bir-birlaringni tanishlaring uchun dedi. Dunyoda hamma bir xil bo'lsa qiziqmas-da. Tilam bir xil, yuzish ham, ko'rinish ham bir xil bo'lsa qiziqmas dunyo. Dek qaraymiz, ha, Qirg'iz kelyapti, Tojik kelyapti, O'zbek kelyapti, Qozoq kelyapti, Yapon kelyapti, Xitoy kelyapti. Qanaqadir hayot ajoyib bo'ladi. Alloh bir-birlaringni tanishlaring uchun men atoying shuna qildim dedi. Bizni o'zbek qilgan, sizni tojik qilgan, uni qirg'iz qilgan, uni afg'on qilgan, uni yapon qilgan, uni ota-onasi bas. Alloh qildim deyapti buni. Allohning hukmi bu, Allohning irodasi bu. Nima uchun? Go'sht talash uchun bas. Sen menga borish uchun bas. Men haligi o tepada aytdimki, musulmon odam o'ta ziyrak bo'lish kerak deganimiz sababi, azizlar, dunyo qarash degan narsa bor. Kurgazor deydi buni. Agar tor bo'lsa, sayoz bo'lsa, biz yutqizib, xor bo'lib, zor bo'lib, qul bo'lib yuraveramiz. Agar dunyo qarash tor bo'lsa. Din deganda faqat Qur'on, hadis so'zini tushunib olmaylik azizlar. Hozir bitta buzilgan mashinani olib kelsa, men dam solsam tuzalib qolmaydi. Sahih Buxoriyni yotaki o'qib tashay, bitta yurak, mana u appendisi yorilgan odamning appendisi bitib qolmaydi. Unga kim kerak? Vrach kerak. Mashinaga usta kerak, uyga suvaqchi kerak, samolyot mingani lotchi kerak, chegaraga soldat kerak, svarchi kerak, duradgor kerak, qassob kerak, teri oshlaydigan ko'nchi kerak, sartarosh kerak. Va hokazo hayotimizni chiroyli tarzda yurishlik uchun kimlar kerak? Hayotimizga zarur bo'lgan mutaxassislar kerak. To'g'rimi? To'g'ri. Nima demoqchiman? Musulmon odam o'ta ziyrak, uzoqni ham uzoqni ko'radigan bo'lish kerak deganimiz sababi, odamlarda orasida kelishmovchilik chiqarishlik uchun ikkita narsani dushmanlar doim mahkam ushlagan. Nimaga? Shu ikkita narsa uchun jonimizni beramiz biz. Jonimizni beramiz. Shu ikkita narsa. Men hozir aytaman shuni. Bittasi millat, bittasi din.
Shuni ikkovini qurol qiladi. Butun dunyoda dushmanlar tarixdan ikkovini qurol qilgan. Tarixdan shuni qurol qildi. Bugun yaqinda mana 3 kun 4 kun bo'ldi. Hozir ham ora-orada bo'lib turgan. Tojik bilan Qirg'izning orasidagi chegaradagi voqea. Rasululloh nima dedilar? Ikkita musulmon urushsa kim yutadi? Ikkov urushgan emas, ikkov urushgan yutqizadi. Ularni urushtirgan yutadi. Tojikni Robbisi Alloh, tojik, qirg'iz, qozoq, o'zbek deyilganda darroda ko'zimiz oldiga musulmon shakllanadi, to'g'rimi? Lekin ba'zi bir millatlarda aytsak, ko'zimiz oldiga faqat yo butparast, yo o'tparast, yo filga sig'inadigan, yo molga sig'inadigan kimdir shakllanadi. Lekin u millatda ham musulmonlar bor. Lekin alhamdulillah siz bilan meni millatimiz bitta aytsa, ko'z oldiga yaxshi inson va musulmon shakllangan tarixdan. Diniy qardosh bo'lib kelganmiz. Biz bir qilib turgan narsalarni aytdim. Iymon, Robbimiz, payg'ambarimiz, kitobimiz Qur'on, qiblamiz Ka'ba bizni bir qilib turdi. Bugun siz bilan meni millatimizdan yoki dinimizdan foydalanadi bular. Nimani foydalanadi? Siz bilan meni tinch, totuv 135 xil millat yashaydi O'zbekistonda. Tinch, totuv yashab yurishimiz yoqadi deb o'ylaysizmi ularga? Dushmanlarga. Bizi kundan kunga oldiga rivojlanishimiz, oldiga qadam bosishimiz yoqadi deb o'ylaysizmi? Bundan 30 yil oldin, 35 yil oldin, 40 yil oldin, mana 35 yil, 37 yilda eslayman men. Ro'zadorda og'ziga suv quyib ochgan kim? Janozaga borsa partiyadan o'chirgan kim? deb o'ylab qarasiz. Bugun alhamdulillah 2000 dan oshiq masjid namozxonlar uchun faoliyat yurg'izayapti. Ko'zni ochaylik. Bugun biz xushyor bo'lmasak, bugun sizlar yoshlarda ayniqsa. Men sizlar deganim endi biz ham sal yoshlarda qatoridan chekkaga o'tdik-da, endi 50 ga qarab ketyapmiz. Yoshlar sizlarning iymon e'tiqodlaringdan, shijoatlaringdan, g'ayratlaringdan kimdirlar noto'g'ri foydalanib qo'yadi. Ko'zni ochaylik bolalar. Men ma'vizalarni ko'p aytaman, agar eshitsalaring. Chetga chiqayotgan yoshlardan ikki xil ma'noda qo'rqamiz deyman. Shaxsan men qo'rqaman. Urush ma'noda bas. Sizda bor dov yuraylik ochiq menda ham bor. Urush ma'noda qo'rqishda aytmayman men. Xudo xolasa shu yoshgacha aytmaganman men. U ma'noda aytmayapman men. Qo'rqamiz deganim sababi bitta meni yomon bo'lishim butun qishloqqa zarar. Mana hozir shu so'xda bitta yomon chiqsin-da. Mana 100 mingga bormagan aholi yashaysizlar-a? To'g'rimi? Bitta yomon ham oshiqcha. Liboy temada u o'g'ri bo'ladimi? Yo fohisha bo'ladimi? Yo boshqa bo'ladimi? Bir dona yomon ham oshiqcha. Endi 2 tani qo'yavering, 3 tani qo'yavering, 10 tani, 100 tani qo'yavering. Qozonga yaqin yursang, qorasi yuqadi degan kim? Siz bilan mana ota-bobolarimiz bo'ladi. Endi nima demoqchiman? O'sha chetga chiqayotganlarda ikki xil ma'noda qo'rqamiz deganim sababi men juda ham yaxshi xabarim bor. Bitta chetga chiqib ishlaydiganlar juda ko'p. Chetga chiqib ishlash yo uzoqqa borib ishlash bu ayb yo gunoh yo boshqa narsa emas. Tirikchilikda ayb yo'q. Kim rizqi qatta bo'lsa o'shdan oladi. Bu aniq bu. Meni rizqimni Alloh Yaponiyaga qo'yib qo'ygan bo'lsa o'sha yerga borib o'shdan olib kelaman, iloji yo'q. Kimdir Rossiya, kimdir Koreya, kimdir Qozoq, kimdir Qirg'izistonga yo adila baqa keladi. Bu Allohning ishi, biz Allohning ishiga aralashmaganmiz. Bundan keyin ham aralashmaymiz. Faqat biz qo'rqitadigan narsa ikki xil ma'nodagi narsa. Bittasi jinsiy buzuqlik, ikkinchisi diniy buzuqlik. Shu ikkov narsada biz juda ham katta pand yeb qo'yapmiz azizlar. Juda katta zararga yo'l qilib qolyapmiz. Nimaga? Yaqindagina mana azaldan mana shu gapni aytsak, ko'pchiliklar aytar ekanki, bular dinni xususiylashtiryapti. Dinni odam o'ylab gapirish kerak. Mana yaqinda ominni jahriy aytish haqida gapirsam, bu ominni esa qo'rqatda deydi. Ey, men musulmonman men. Men o'zim omin deydigan odamman men. Men o'zim omin deydigan odamman men. Qanaqasiga men omin desam qo'rqaman. Men yayrayman men. Qachon? Har bir chiroyli ish o'z o'rnida aytilgandek qilinsa keyin chiroyli bo'ladi. Bilasizlarmi shuni? U nima degani? Quyosh botayotganda namoz o'qish harom-ku. Noo'rin bevaqt bo'lganligi uchun quyosh botayotganda namoz o'qish harom bo'ladi. Qur'on o'qilayotganda, ma'iza bo'layotganda kelib nafl namoz o'qish noto'g'ri-ku. Bu yoqqa olsangiz. Mana hozir asr o'qishimiz noto'g'ri-ku. Nimaga asrda vaqt kirgan yo'qda?
Har bir chiroyli ish shariatda aytilgandek bajariladi, keyin u chiroyli ish hisoblanadi. Yaqindagina o'sha ota-bobomiz to'g'ri yo'lda yurib kelgan, mazhabda yurgan yoshlar keladi, "Qora aka, Koreyaga ketdim, ketayotdi, duo oldim, eslaysizmi?" "Eslayman. 4 yil yurib keldim." "Ha, gapi yo'q, yaxshi uka." Gaplashsak, fikr buzilib qolgan. Fikr buzilib qolyapti. Nimaga? Chunki o'sha joyda kimdir buni ongini o'zgartirib, fikrini burib, aqidada, fiqhda miyasini aytib qo'yapti. "Qora aka, bizga mazhab nima kerak?" deyapti. Har bir sohada hatto eshak minishga ham ustoz kerak. U qo'ying qolganini. Agar eshak minishda agar bizga odam o'rgatmasinda, minalmaymiz uni. Oddiy bitta taburetga yasagani ustoz kerak o'rgatishlik uchun. Qanaqasiga dinga ustoz kerak bo'lmay qoladi? Kalimatu haqqin urida bil batil deydi. Haq so'zlardan noto'g'ri niyatda foydalanadigan odam ko'payib ketdi. Mana hozir mana shu yerda ichimizda yo men yo siz bittalaringda, bittamiz. Shunga tupuraylikda hozir. Agar sal asabi qattiqroq odam bo'lsa, qulog'iga qo'yib yuboradi. Hozir men bu misol nimaga aytayotganimni tushuntiraman sizlarga. Mana shu tupurdi xolos. Tupurgi najosat emas. Tupurdi lekin. Qulog'iga qo'yib yuboramiz kerak bo'lsa. Nimaga tupuryapsan deymiz. Nima demoqchiman? Suriyada masjid qolmadi. Iroqda masjid qolmadi. Nimaga qolmadi? Tasavvur qiling, tilda Allohu akbar, qo'lda pult. Qo'lda pult. O'rnatilgan. Xuddi shunaqa mana hozir Toshkentdagi ko'kcha masjid qanaqangi urvinda bo'lsa Allohning nazdida, shu masjidlaringdan xuddi shuna bir xil urvinda. Masjidlarning maqomini ajratib bo'lmaydi. Nima demoqchiman? Guvalaydan bo'lgan bo'ladimi? Qamishdan bo'lgan bo'ladimi? O'sha yerda o'sha qishlar masjid deb namoz o'qiyaptimi? Allohning uyi bo'ladi u. Tilda Allohu akbar, qo'lda pult. Allohu akbar deb bitta ezyapti, masjid parcha-parcha bo'lib ketyapti. Bu nima bu? Shumi islom? Shumi jihod? Ulamo dunyoda 4 tasi bo'lsa, bittasi bo'lgan. Alloh rahmatiga olgan bo'lsin. Ramazon Buti hazratlari. Xuddi shuna mehrobda minbarda o'tirib ma'viza qilayotgan joylarda o'ldirdi. Masjidda Allomai zamonaning eng yetuk olimini. Nimaga? Kim qildi shuni? O'zini musulmonman deyotgan qilyapti shuni. Bugun ilm afzalmi, taqvo afzalmi desa, ilm afzal deydi. Nimaga desa, hech qachon ilmsiz taqvo bo'lmaydi. Bugun bizni dinimizni uncha tushunmaganligimizdan ular unumli foydalanyapti. Nimaga menga gapirmaydi? Bittasi emas, 100 tasi, 1000 tasi kelib gapirsin, men bilaman o'zim aqidamni. Islomda nima to'g'ri, nima noto'g'ri juda yaxshi bilaman men. Keyin shu dinni o'qib, mana alhamdulillah, Xudoga shukr, 30 yil yaqin qarab ketyapti. Shu dinning ichida biz, kitobning ichida biz, oyat hadisning ichida biz. Siz do'zaxga tushishni xohlamagandek, men ham xohlamayman do'zaxga tushishni. Siz jannatga kirishni xohlaganingizdek, hech bo'lmaganingizda sizchalik xohlayman. Bo'lmasam, undan ziyoda xohlayman jannatga kirishlikni. Qanaqasiga men mehrobda turib xiyonat qilishim mumkin? Qanaqasiga men mehrobda turib haq shariatda bor narsani yo'q deyishim mumkin? Ahli ilmlarimiz. Yoki shariatda bor narsani yo'q deyish mumkin. Nauzubillah. O'sha kuni Alloh jonim olsin. Agar o'shni deydigan bo'lsa. Agar dinimga xiyonat qiladigan bo'lsam. Azizlar, mehrobni mas'uliyatini shetda o'tirgan hammalaringdan ko'ra men yaxshi bilaman. Bu joy payg'ambarimiz alayhissalomning joylari bu. Bu joy payg'ambarimiz alayhissalomdan bizga omonat bo'lib qolgan joy. Men buni bekorga ta'kidlab aytmayapman. Shu yerda o'tirgan ba'zi bir yoshlar ham bo'lishi mumkin-da. Qani nimadir ekan deb kirgan ma'noda. Mayli, zato kirdi. Meni kerak bo'lsa uydagi eshakdan yomon ko'radigan bor hozir yerda bilaman. Mayli, lekin nima uchun yomon ko'rayotganingizni bir xulosa qilib qo'ying. Arpangizni ham o'rganim yo'qman. Shariatda bor narsani noto'g'ri deganim yo'qman. Yoki yo'q narsani bor deganim yo'qman. Kimlardidir qanaqadir noto'g'ri aqidasiga, noto'g'ri fikrga o'chib qolmang. Men o'zimni oqlagani kelmadim bu joyga. Bu joyga birinchidan so'xga men birinchi kelishim. Hech kelmagan edim.
Lekin rosa kelgim kelardi. Bugun taklif deyishdi, bitta deb boraman So'xga dedim. Men yo'lda hozir kelyapib mashinadagilar bilan hazillashib jumaga borishadi, So'xdan ham bizga borib turishadi orada. So'xdan keldik deysa, ba'zi birlarni chet eldan kelishdi deb quchoqlashib ko'rishib qo'yaman deb hozir hazillashib keldi. Nimaga shuncha joydan mana hozir biz 3 tamikin 4 ta postdan o'tib keldik-da. Shuncha joydan borgan odam biz uchun eng qadrli odam bo'ladi. U qizig'i yo'q menga, u dehqonmi, rabochiymi, gurushchiymi, menga qizig'i yo'q. Chunki Rasululloh alayhissalom bizga amalda musulmon qanday bo'lishini ko'rsatib qo'ydilarki, Rasululloh alayhissalom umuman odam ajratmaganlar. Boy, kambag'al, mansabdor, qul ajratmaganlar. 10 ta odam bilan ko'rishsalar, sahobalar o'sha 10 o'ylar ekanki, Rasululloh alayhissalom hammadan ko'ra meni yaxshi ko'rar ekan deb 10 o'ylar ekan. Nimaga? 10 bilan Rasululloh alayhissalom bir xil zo'r ko'rishar ekanlar. Addushi ko'rishar ekanlar. Qalbdan ko'rishar ekanlar. U paytda ham sahobalarda boyi bo'lgan, kambag'ali bo'lgan, quli bo'lgan, hurmatlisi bo'lgan, kuchligi bo'lgan, kuchsizi bo'lgan, Rasululloh odam ajratmaganlar. Rasululloh alayhissalom bizga ta'lim berdilarki, "Sen dedilar, odamlardan bir odam bo'l" dedilar. Luqmon hakim aytdilarki, "Sen gaping bilan emas, amaling bilan da'vat qilgin" dedilar. Bugun azizlar, kimdirlar bizni aqidamiz, e'tiqodimiz, ixlosimiz, shijoat, g'ayrat, iymoniy g'ayrat boshqa narsada bu. Iymoniy g'ayrat iymonsizlarda bo'lmaydi bu. Iymoni zaiflarda bo'lmaydi, iymoni baquvvatlarda bo'ladi. Shunaqangi siz bilan mana g'ayratimizdan azizlar noto'g'ri foydalanib qo'yapti. Mana sizlarga oddiy oyatda ham, hadisda ham yo'q, hayotiy tushunishimiz uchun oson bo'lgan bitta misolda. Mana o'sha Suriya, Iroqqa 15 yildan oshyapti. Bor, urush, janjal, ot, uqil, buqil, 100 ga yaqin davlatdan bolalar boryapti. Kimdirlar boryapti. Sirba O'zbekistondan ham borgan, yuribdi ham kerak bo'lsa. Ayollar ham bor, erkaklar ham bor. Nima ekan desa, ha sen ishga borasan, uxilasan, otasan, yo portlatasan, uxilasan, sen shahidsan. Shahid nima? Shahid hech qanday savol-javob jannatga kirib ketadigan odam bu. Bu katta narsa bu. Tasavvur qiling, savol-javob bo'lmay jannatga kirib ketasiz. Men shunisiga hayron qolaman-da, shu 15 yildan beri shu panayatgani berib kelayotgan, odamlarga shu fikrni berayotganlar hammasi tirik. Ularga shahidlik kerak emasmikin? Ularga jannat kerak emasmikin? Mana savol, oddiy misol. Men sizlarga tasavvur qilinglar, qo'ydi 35 mingdan go'sht sotyapti deyapman, hammalarga ketyapsan, men o'tiribman. Aqlli odam, "Tupoy" deydi. "Sen nima bizni aldayapsanmi?" deydi. 35 minglik go'sht senga kerak emasmi deydi. Chunki o'lib qolgan molli go'sht bo'lishi mumkin 35 ming menimcha. Qarang, 1 yil o'tdi, xo'p mayli deylik. 2 yil o'tdi, 5 yil ham kutaylik. Bu 5 yil ham g'arib bo'laylik bo'ptani. Ularga shahidlik kerak emasmi? Ularga jannat kerak emasmi? Ularga hisob kitobsiz jannatga kirib ketish kerak emasmi? Mana internetda, YouTube'da ko'rdim. Bir o'zbek bola yig'lab tankga o'tiryapti. Ko'rdinglarmi shuni? Hamma yo'q bomba. Haydadi. Bular chiq shahid muborak o'tirdi. Hali bola yig'lab o'tiryapti. Bilyapti-ku, hozirki borgandan keyin nima desam bo'ladi? Bir Makkadaqa bo'lib ketadi. Agar undan ham yo'q bo'lib ketmasa agar. Bilyapti u bola. Lekin bag'dagi hammani o'tir shahid muborak Allohu akbar shuni o'tirdi, ketdi. Bag'da qarab turibdi, videoga olyapti. Yo'q bo'lib ketdi hali bola. Yo'q, uni topolmaydi uni. Xo'p, shu o'tirishlik, shu o'zini borib jonini fido qilish, shahidlik bo'lganda shular nimaga o'zi o'tirmayapti?